Assalomu alaykum aziz muxlis, Gulli TV kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Hozir esa meni dugonalarim meni chaqirishgan, men kelmoqman. To'g'risi nimaga chaqirishganligini bilmayman. Xullas kelishing kerak deyishdi. Malika bilan Dilso'z. Hozir men boraman. Hozir sizlar bilan bo'lishaman, bilmayman. Bular nimadir qilmani tabriklamoqchi yoki nimadir. Xullas surpriz bor qanaqadir men uchun. Hozir ko'ramiz. Dugonalarim meni go'zal gullar bilan birgalikda menga juda ham unutilmas sovg'a qilishdi. Hayotimda birinchi marta olishim Madagaskardan men uchun, men nomimdan albatta quduq qazdirishibdi. Bu men uchun juda ham katta nima deydi, mukofot men uchun. Avvalambor Allohga shukr va dugonalarim sizlar boringlarga shukr. Alloh rozi bo'lsin, jannatlarni ham hammamizni birga jam qilsin. Juda ham xursand bo'ldim. Yaxshi kunlaringizga men ham ilohim qaytaring, sog' salomat bo'linglar. Birinchi bo'lib Madagaskarda Qobilova Ziyoda O'tkir qizi nomidan quduq qazdirildi. Dugonalarim nomidan katta rahmat qizlar, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlaringizga qaytaring. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Juda ham xursandman. Ana yig'lagan videolarni qo'ya olmayman qizlar. Dugonalarim meni hozir juda ham ajoyib sovg'a qilishibdi menga. Bu kutilmagan sovg'a bo'ldi. To'g'risi men hali ko'rmagandim. Endi bugun birgalikda ko'ramiz. Sizlar ham ko'rmagansizlar? Birinchi marta hammamiz. Mana Monika, Dilso'z. O'zini Makkada yurgandek his qilsin deb, Makkani hidlagandek mana. Shunaqa keladi. Inshaalloh nasib bo'lsin.